O'sh shahrining markaziy maydoniga yig'ilgan 30 choli fuqarolar Barak bilan Qirg'izistonni bog'lovchi yo'l muammosini zudlik bilan hal qilib berishni so'rash niyatida. Ularning aytishicha, chegarani yopiqligi Barak aholisiga turli muammolar keltirmoqda. 6 oy, 7 oyga ketdi. 7 oydan beri shu yo'l jabықтың kesepetinden şunta öte qiynaldık. Azçılık, жашаган үй бүлөлөр эптеп ошо 2 килограмм, 3 килограмм алган продуктасын мен эптеп жеткизет. Мисалы үчүн мен 7 балам бар. 7 балама 2 килограмм картошка, пиязды 1 айга жеткизе албайм мен. Алган айлыгым жок, иштебейбиз, күйөөм да иштебейт, өзүм да иштебейм. 2250 сом пособие алам. Ал пособияны мен каяка жеткиземин? Жол кирабыз бар. Бияка келсек тууган уруктукуна бала чака менен 1 күн батасың, 2 күн батасың. А келсең 1 аптада 1 болот маршрут. 1 аптага чейин бирөөнүн үйүнө батышың кыйын экен. Бияқта иштеген менен ар күнү кирип чыга албагандан кийин кантип жашоо болот ошондо? Өзүбүз bir жумада bir жолду атат. Bir жумада bir жол мен ар жумада чыга бербейм, мени чыгарбайт. Списокко карайт. Сен кечегенде чыккан экенсиң. Тура тур, сен башкасы чыксын деп атат. 2 кило, 3 кило нерсе менен биз кайсы күнгөчө жашайбыз? Азыр бүкүн жазды күндө өтө беребиз, эртең кышта кантебиз? Baraklik yoshlar uchun Qirg'izistonning boshqa hududidan uy uchun yer ajratib berishni, bu masala hal bo'lgunga qadar o'z yuklarini olib chiqish uchun erkin koridor ochib berishni talab qilishmoqda. Masalasini qachondan beri 6 oy, 7 oy bul jag'ib bo'lganda 20 yildan oshib chechilib ayta. Buna polni jag'ilganda 7-oy ketdi. Endi buna chechilib bo'lgandan keyin uydagi mulklarimizni chiqarib bersa, пока bu yerda kvartirada bo'lsa, yashab turamiz-da. Hozir ko'rpa-to'shak yo'q. Işnerisi yok, koçedeler жүрөбүз. Жоқ degende ошол колунан келер биздин бийликтин башка нерсе. Hukumatning O'shdagi vakilining matbuot kotibi Intimoqqa ayni kunlarda So'rinbek Jeenbekov ham uning o'rinbosari ham ish safarda ekanligini va bu respublika miqyosida hal qilinishi kerak bo'lgan masala ekanligini bildirdi. Matbuot kotibi shuningdek bu muammo prezidentga yetkazilganini, bunga qadar imkon qadar Barak aholisiga yordam berib kelinayotganini aytib o'tdi. Eslatib o'tsak, Barak qishlog'i Qirg'izistonning O'zbekiston hududidagi eksklavi bo'lib hisoblanadi. U yerda 268 oila yashaydi. Yanvar oyida Batkendagi So'x anklavida chiqqan muammodan so'ng O'zbekiston tomon Barakka olib o'tuvchi yo'lni bir tomonlama yopib qo'ygan. Bu Turkiyadan chiqarilgan Toshni Vysef Planter 6 degan firmaniki. Buni menen maka, semichka, darvuz urug, paxta urug, dag'ı noqot, jana boshqa бүт nimalarni eslab bo'ladi. O'sh oblasining Qorasuv rayoniga qishloq xo'jaligini rivojlantirish maqsadida dehqonlar uchun texnik servis ochildi. Bu yerga dehqonchilik uchun kerak bo'ladigan jihozlar bilan birgalikda 10 ta traktor olib kelindi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, boshqa xizmatlarga qaraganda aholi bu servisdan arzon foydalanishadi. Shu bilan birga ekindan ko'p foyda ko'radi. Bizda ушул qo'sh, mala, kultivator, seyelka, egin eguvchi, bu tandavayt buğday eguvchi, jugor eguvchi, buğdaydı jiynovchi kombayn, çöp boruvchi kasilka, çöptü preslovchi press-подборщик, tırmoch, ушул бардык услугалар бар азыр жерлерде рыноктун базасында, рыноктун ценасында 40%-дан 50%-га чейин элге yerlerde de dehqonlarga yordam berib o'tiramiz. Bu traktorlar tashqaridan olib kelinmadi. Davlatning maxsus dasturi asosida lizing bilan olingan. Bu yil Issiqko'l, Norin oblaslarida barcha zamonaviy texnikalar bilan ta'minlangan servis tashkil qilindi. Hozirda Chuy va Talas oblaslarida ham bajarilmoqda. Dehqonlar kelib, bu yerdan aydodan boshlab jinaga cheyin bu yer texnikalar bor. Bu birinchisi, ikkinchisi bu MTS'tin işi bu bazar bahasından arzan болады. Misali Qarasuv rayonunda aydo jeri 2,5 ming so'mdan 3 ming so'mga чейин болотқан болса, биздин MTS'ler 2 ming so'mga чейин айдайт. Ушундуктан bir dehqon 1 gektar жерден 500 so'mdan 1000 so'mga чейин үнөмдөйт. Bu servisni ochganlar dehqonlarga zamonaviy qishloq xo'jalik texnikalari bilan tanishtirish, ularning bilim darajasini ko'tarish maqsadida rivojlangan davlatlardan maxsus mutaxassislarni olib kelib, yangi texnikalar va yerga qayta ishlov berish usullari to'g'risida ma'lumot berishgan. Bizning 1 gektar 26 yerimiz bor. Buğday egamiz, maka egamiz. Mana o traktor texnikalar kelib qoptir. Rahmat shunchaligina. Endi shu jishtirib, mana guz kelib qoldi. Jishtirib bersa bizga katta yordam bo'ladi.
Buna texnikalarning yordami juda yaxshi bo'libdi. Rahmat, ming marta rahmat shunchalik berganidan. Qorasuv rayonining stadionida yig'ilgan aholiga traktorlarning xususiyatlarini tanishtirib berdi. Har bir öngörдің problemalarini chechish uchun yordam berganga biz 3 narsani jasatamiz. Birinchisi, mana hozir MTS açtık. MTS'lerden azı Kuday Burusa'dagi bu MTS'ga dagı mına yerlere geldi alıp al yerde bazı açılsa al yerge şaymandardı, jakşınakay şaymandardı көбөйтүп, şu bazan көбөйтөбүz. Bu yerde azında 10 traktör turat, 10 traktör daha Qarasuv rayonuna azdı kılat. Eng negizgisi biz arzon baada qilib beramiz. Tashkilotchilar dehqonlarga ortiqcha chiqimga yo'l qo'ymay, ko'proq foyda ko'rishga targ'ib qildi. Yakunida tashrif buyurganlarga kichik konsert dasturi taqdim etildi. O'sh suv oqova xizmati Sulaymonto'y kichik rayonida o'zining navbatdagi reydini o'tkazdi. Reyd davomida ichimlik suvidan isrofgarchilik bilan foydalangan yoki suv haqqini vaqtida to'lamagan iste'molchilarga suv berish vaqtincha to'xtatildi. Yo'q, shu giran suvni loyiga ishlatyapmiz shu. Aka, pityovoy suvni stroykaga ishlat degan jeri jo'q. Siz meni qarang, siz loy bosib o'tasiz, loy qiltasiz, stroyka qiltasiz. Sizdan naraqda yashaganlar napor azayib suv icha olmaydi deydi. O'sh suv oqova xizmat xodimlarining bildirishiga ko'ra, ichimlik suvidan isrofgarchilik bilan foydalanish oqibatida shaharning boshqa yashovchilariga, xususan ko'p qavatli uylarga suv yetmay qoladi. Bu holat ayniqsa yoz oylarida o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ошон чоң стройкалар курулуп атат, ушул ичимдик суу аркылуу мына көрүп турасыздар. Мына улайдын өзүнө эле 2 тонна суу бар азыр. Карап турсак, биз адамдарга стройка эмес ичкенине жеткизе албай калабыз айрым күндөрү. Айрыкча жай мезгилдери. Себеби мына ушул биринчи себеп стройка кылышат, огородко ачып коюшат, шлангаларды таштап, ошол себептен көпчүлүк жерлерге сууну анча жеткизе албай калабыз. Reyd ishtirokchilarining aytishicha, ichimlik suvidan ekin sug'orish, qurilishda foydalanish kabi manfaatlarga ishlatish mumkin emas. Bu suv faqatgina iste'mol uchungina mo'ljallangan. Reyd davomida aholi ariq suvi bo'lmagan hollarda ichimlik suvidan qurilishda foydalanishga majbur bo'lishliklarini, busiz imkoni yo'qligini bildirishdi. Mutaxassis esa bu uchun shahar suv oqova ishxonasi bilan maxsus shartnoma tuzish kerakligini bildirdi. Bo'lgan ol bulg'ildarga chandan keyin mana polifni da aytgim keladi. Kechki soat 10dan sarqı saat 6'ga çekin. Пожалуйста, çaçasınlar, başka kılasınlar, onu koldan kıla. Пожалуйста, onu biz yok dep aytабыз. Oşol nege biz uşul reydlerdi kılıp atабыз? Elge suunu жеткире атабыз. Oşol problema biz. Анан кийин мына стройка кылгандарга айтат элем мен дагычы. Барып bizde специальный абонент отдел бар, специальный ошол немелер бар, биздин өзүбүздүн тарифибиз бар. Ошол боюнча, пожалуйста, төлөп иштеткиле, ради бога. Аны биз неме кылган жокпуз. Каршылык кылган жокпуз. Пожалуйста, бар өзүн барсаңар өздөрү эсептеп чыгарып берет. Өздөрү чыгарып берсет, бүт канча болот, канча турат. Анан аны дагы толка кечиндеси гана. Пожалуйста, ылайыңарды саат 10дан кийин жасагыла онда. Онда тариф бар өзүнүн. O'sh suv oqova xizmat xodimlari bu kabi reydlarni tez amalga oshirib, aholiga tushuntirish ishlarini olib bormoqdalar. Ne qilamiz? Oga biz bul suvga mына электричестводан ham ko'p расход qilamiz biz. To'g'ri. Elektrичестводан ko'p расход qilamiz. Buga xlor qo'shamiz. Bizde 500'den aşağı adam işleydi. Elektrik energiya jag'amiz bu milliondan aqchalar ketadi. Bugun ham xodimlar 3 ishchi guruhga bo'linib, shaharning turli hududlari va tijoriy ishxonalariga reyd uyushtirishgan. Baxtibek Abduqodirov Qizilbuloq qishlog'ining asalchisi. U mazkur kasb bilan 3 yildan buyon shug'ullanib keladi. Uning aytishicha, asalarilarga o'zgacha muomalada bo'lish kerak, chunki ular tozalikni sevuvchilar qatoriga kiradi. Ilderida başından başlap top ketip atышат. Ушулар толгондо печатта анан ошо бош жерлеринде личинкалар жок жерлерге полный асел топтойт да. Асел топтоп печаттайт, анан печаттагандан кийин сүзө баштайбыз да биз. Жок, булар бар эле мезгилде сүзөбүз. Мынандай кылып рамканы силкебиз да. Силкенде арылар ичинде калып калат. Анан рамканы арысы жок кылып алып барып анан кийин неме сүзөбүз да. Bir asal qutisining ichida 14-15 taboqchasi bo'ladi. Undan yiliga 2 marta asal olinadi. Qish fasli kelganda esa asalarilarni saqlash biroz moliyaviy xarajat talab qiladi. Sababi arilarning tabiiy oziqlanish imkoniyati cheklanganligidan ularga qum shakar berib turish zarur deydi asalari boquvchi. Sezonga o'tkazib, zimovga o'tkazib, shu arilarni ramkalar yaqin tizib, qisib qo'yib
Anan jem berебiz, sirop berebiz, şeker, toza şekerden alıp gelip. Oşo güzde oşo berebiz, oşo menen kışta jat boyunca жазга чейин, мартка чейин. Ana martda gün жылы барып чыга баштаганда дагы oşo sirop berip неме кылабыз. Oşo menen жазында анан кадимгидей кылып карай баштайбыз. Жазда oşo gün жакшы чөбөсү гүл ачкычакты sirop berip турабыз да. Эгер арылар кыйналбаш үчүн, тез көбөйүп неметиш үчүн. Өтө этияттык менен мамиле кылыш керек да. Өтө этияттык менен мамиле кылып, таза караш керек. Ашчан нерсени сигарет, арак ичип кирбеш керек арасына. Qishloqda faqatgina shu inson asalari boqqanligi bois qishloq aholisi asalni dorilikka sotib olishadi. Xalq tabobatida toza asal oshqozon og'rig'iga, sovuq o'tgan odamlarga va yana boshqa turli xil kasalliklarga qarshi qo'llanib kelinadi. Ну, конечно, если мед кушать, это очень полезно, помогает. Оно очень много. Это как Божий дар. Мед это и в Древнем Египте, и в Древней во всем mire это mед ценился, очень хорошая вещь. Muhammad Saydullayev osteoxondroz kasaliga yo'liqqanlarni mum bilan massaj qilib keladi. Uning aytishiga qaraganda u ko'pincha tog' asalidan foydalanadi. Mед помогает при остеохондрозе. Asal bilan ko'p kasalliklarni davolasa bo'ladi. Men ko'pincha grija, osteoxondroz kasalliklarini mana shunday massaj yo'li bilan bartaraf qilishga harakat qilaman. Odamlarning ba'zilarini asalga allergiyasi bor. Men shuning uchun har bir murojaat qilganlardan bu haqda bilib, so'ng massaj qilaman. Asal bilan davolashda juda ehtiyotkor bo'laman, chunki asal kasallikni zo'raytirib yuborishi ehtimoli ham bor. Если делать правильно, надо подойти к нему очень аккуратно. Muhammad Saydullayev uy sharoitida asal bilan oyoq og'riqlarini massaj qilsa bo'ladi deydi. Uning uchun og'riyotgan yerga asalni surtib, oxirida uqalash kerak. So'ngra yengilgina o'ranib olish kerak. Shu bilan og'rigan yerda yig'ilgan tuzlar bartaraf etiladi deydi massajchi. Qirg'iziston Respublikasi Milliy bankining ma'lumoti bo'yicha bugun 1 AQSh dollari 48 so'm 62 tiyinni, yevro 63 so'm 31 tiyinni, Rossiya rubli 1 so'm 42 tiyinni, o'zbek so'mi 2 tiyinni, tojik somonisi 10 so'm 20 tiyinni tashkil qildi. Qirg'iz Gidrometning xabar berishicha, Qirg'izistonda 4-iyulda ko'p hududlarda yog'ingarchilik bo'ladi. Havoning harorati Batken oblastida kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 14-19, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Jallobod oblastida kechasi 14-19, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Norin oblastida kechasi 6-11 daraja, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 11-16, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'ladi. Issiqko'l oblastida kechasi 10-15 daraja, kunduzi 16-21 daraja issiq bo'ladi. Chuy oblastida kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda 4-iyulda yomg'ir yog'adi. Havoning harorati kechasi 15-17 daraja, kunduzi 24-26 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda 4-iyulda yomg'ir yog'adi. Havoning harorati kechasi 17-19 daraja, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'ladi.